4-chi yigit Sulaymon ibn Abdulmalik haqida ma'lumot bering. Sulaymon ibn Abdulmalik rahimahulloh Umayyi xalifalardan bo'lib, Abdulmalik ibn Marvonning ikkinchi o'g'li Sulaymon hisoblanadi. Bu kishi Umayyi xalifalari orasida o'zidan yaxshi nom qoldirgan xalifa hisoblanadilar. Imom Zahabiy rahimahulloh aytadilarki, Sulaymon ibn Abdulmalikning xalifaligi odamlarni namozga buyurish bilan boshlandi. Oxiri esa Umar ibn Abdulazizni o'ziga xalifa qilib qoldirishlik bilan tugadi deb aytadi. Sulaymon ibn Abdulmalik o'ta qisqa xalifalik qiladi. 54-hijriy sanada tavallud topgan, 96-hijriy sanada xalifalikka o'tiradi. Xalifalikda 99-yil vafot etadi. Bu ham iqtisodiy islohotlarga, ijtimoiy, ma'naviy islohotlarga e'tibor beradi. O'zi o'rtada poytaxtni Quddus shahriga ko'chirish rejasi ham bo'lgan. Keyinchalik Istanbul, Qustontiniyada Rum bilan Umayylar o'rtasida shiddatli jang bo'lib turgan vaqt bo'lgan. Shunda xalifa o'zi bevosita jangchilarga orqadan madad berib turishlik uchun Damashqdan Marja Dobih degan joyga askargoh qurdiradi. O'sha yerda Qustontiniyadagi o'sha Umayylar askarlariga madad berib turadi. O'sha yerda istiqomat qilib turgan kunlardan birida 99-hijriy sanada vafot etadi. Vafot etishidan oldin Rajo ibn Hayva degan mashhur vaziri bor. O'sha vaziri bilan maslahatlashadi. O'zini o'g'lini xalifa qilib qoldirmoqchi bo'lsa, Rajo ibn Hayva rahimahulloh uni qabul qilmaydilar. Chunki ummat ishiga bir Alloh taoloning huzurida javob beriladi deb oxiri bir necha takliflardan keyin Umar ibn Abdulazizga rejaga to'xtaydi. Umar ibn Abdulaziz rahimahulloh mana shu Rajo ibn Hayvaning taklifi bilan o'sha kishiga valiahdlik, xalifalik qoldiriladi. Sulaymon ibn Abdulmalikning vafoti haqida turlicha gaplar bor. Nafhatul Arab kitobida, Tarix Suyuti kitoblarida, masalan, haddan tashqari taom ko'p yeb qo'yganligi, ya'ni tuhmat sababli vafot etdi degan gaplar ham bor. Boshqa ma'lum narsalarda Tarixul Xulosa kitobida oddiy bir bemorlik bilan vafot etgan deyiladi. Qisqa davr xalifalik qilgan bo'lsa-da, o'zidan bir yaxshi nomlar qoldirgan xalifa hisoblanadi bu kishi. 10-ishtirokchi